qarindosh nikoh, xolavachchalar, tug'ma rivojlanish nuqsoni, birinchi homila, 12 barmoqli ichak atreziyasi, homila suvlarining ko'payishi degan tashxis qo'yildi. 12 barmoqli ichak atreziyasi ko'p holatlarda Down sindromida uchraydi, lekin homilani to'liq tekshirganimizda Down sindromining belgilari ko'rilmadi. Burun suyaklari bor. 12 barmoqli ichak atreziyasi yakka holatda nuqson sifatida kelayotgani uchun ayol erta muddatda rejali ravishda Keserova amaliyoti bajariladi. Birinchi sutkadayoq homilasida operatsiya o'tkaziladi. O'z vaqtida birinchi yordam ko'rsatilsa, bola yashab ketadi. Siz ham shunday holatlarni eshitganmisiz? Eshitgan bo'lsangiz, kommentariyada fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Mana burun suyagi bor. Burun suyagi bor. Homila suvlari ko'payib ketgan. 12 barmoqli ichak atreziyasi tashxisi qo'yilyapti. Qo'l barmoqlari harakatlarida muammo yo'q. 12 barmoqli ichak atreziyasini ko'rsatib qo'ydik.